Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Sizlar bilan men usta Shohruxbek. Siz Andijon Tunukafon kanalini kuzatmoqdasiz. Bugun 1-mart, bahorning ilk kuni va barcha musulmonlar kutgan Ramazon oyining ham birinchi kuni. Shu fursatdan foydalanib barchangizni kirib kelgan Ramazon oyi bilan muborakbod etaman. Biz yana bir xonadonimizni Tunukafon ishini Andijon viloyati Neftpromda mana shunaqa go'zal holatda o'z nihoyasiga yetkazdik. Har doimgidek video boshida sizdan bir dona like, mendan esa ushbu xonadonimizni hisob-kitobi. Biz ushbu xonadonimizga jami bo'lib tunukan rasxodiga hisoblaganda 196 kvadrat tunuka ishlatdik va undan tashqari 1.330.000 so'mga MDF'ni va 2.590.000 so'mga kosmosini o'rnatib berdik. Xonadon egasiga barcha xarajati ichida 29.400.000 so'mga shu xonadonimizni Tunukafon ishini qilib berdik do'stlar. Xo'p, endi ushbu xonadonimizni qayerlarda Tunukafon bo'ldi? Albatta videoni boshidan oxirigacha ko'ring. Videoni ko'rib bo'lganingizdan so'ng albatta ushbu ishimiz haqida kommentariyaga o'z fikringizni yozib qoldiring. Agar siz ham xonadoningizni mana shunaqa go'zal holatda Tunukafon qilmoqchi bo'lsangiz, albatta mana shu ekrandagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling va biz bilan bog'laning. Inshaalloh keyingi xonadonimiz sizniki bo'lishligi mumkin bo'ladi. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun albatta Andijon Tunukafon kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Bo'lmasam biz videorolikimizni boshladik. Xo'p, bo'lmasam do'stlar, biz videorolikimizni boshladik. Hozirda siz ushbu xonadonimizni ajoyib ko'rinishga ega bo'lgan ko'cha shapkasini ko'rib turmoqdasiz. Biz ushbu xonadonimizni mana shu ko'cha shapkasi G shaklida mana bu yon qismini ham qilib berganmiz. Ko'rsatib o'taman u tomonlarni ham. Darvoza xonasi va ichkari shapkalarini Tunukafon qilib berganmiz. Ko'cha shapkamizning fasoni oldi qosh peshani, orqa navoli qilib berganmiz. Navo gulimizga o'rnatib bergan lola gulimizni o'zgacha qilib berganmiz. Qaranglar, juda ham boshqacha bir chiroyli bo'lib chiqdi. Bu xonadonga ishlatgan tunukamizning qalinligi 0.35 qalinlikda bo'ldi. Rangi esa oq rangga, mokri rangda bo'ldi do'stlar. Juda ham sifatli ko'rinishda bo'lib chiqdi. Bu yerda ustakalarimiz toshvoqqa gruntovka qilishyapti. Shuning uchun mana bu yerga stresh tortib qo'ygan, lekin iloji boricha mana bu yonboshlarni ham ko'rsatib o'tay sizlarga. Mana bu yonbosh qismlarni ham do'stlar qaranglar. Chotki holatda chiqarib berganmiz. Mana bu burchaklarni butun qilib berganmiz. Sababi bu yerda mana bu tomonimiz 1 metr, mana bu tomonimiz 80 sm chiqishi hisobiga mana bu burchakni butun qilib qo'yganmiz. Shunda bilinmasdan chiroyli holatda bo'lib chiqdi mana do'stlar. Qaranglar, burchak qismi tuganlanishi, ya'ni burchak qismi juda ham go'zal holatda bo'lib chiqdi. Xo'p, ko'cha tomonini ko'rdinglar. Endi ichkari tomonga qarab yo'l olamiz va ichkarida sizlarga kosmos va MDF haqida tushuncha berib o'tib ketaman. Hozirgi paytda 1 kvadrat metr Tunukafoniimizni barcha xarajati ichida 140.000 so'mdan qilib bermoqdamiz. Sizdan faqat bir mahal obed bo'ladi. Qolgan barcha xarajati bizning hisobimizdan bo'ladi. Bu darvozaxonamizning ko'rinishi, darvozaxonamizning yonida mana bunaqa perexoshkamiz bor edi. Biz bu tomonni alohida qildik. Sababi mana bu darvozani chekasini shunday burganimizda xunuk bo'lib qolardi. Mana bu darvozaxonamiz mana shunaqa ajoyib, juda ham chiroyli holatda bo'lib chiqdi. O'rtada kosmosimizni hurmatli obunachilar, originalini, bu originali o'zimiz ham sotamiz boshqa ustalarga. $200 dan o'rnashi bilan birga qilib beryapmiz. Agar sizlarda o'zingizlar usta bo'lsanglar yoki sizlarda o'zingizlarga kerak bo'ladigan bo'lsa, $160 dan tayyorlab beramiz, olib ketaverasizlar. Mana bu chekasi MDF'larini 1 metrni 70.000 so'mdan qilib beryapmiz. Bu MDF 2 sloy bo'ladi, ya'ni orqasida MDF listi bo'ladi va tagida guli bo'ladi MDF. 2 sloyi 1 metr 70.000 so'mdan, eni 30 santimetrlik bo'ladi. Qolgani hammasi Tunukafonga hisoblanadi. Bu o'z nomi bilan MDF alohida hisoblanadi. Bu MDFimizga 1.330.000 pul ketdi. Kosmosimizga 2.590.000 pul ketdi do'stlar. Ichkari shapkalari ham juda ham chiroyli holatda bo'lib bitdi. Bu xonadonimizni ko'rishingiz mumkin. Burchaklari ham qo'ldan kelgancha mana shunaqa chiroyli holatda chiqarib berildi. Mana hurmatli obunachilar, ishchi sifatini ko'rib qo'yasizlar. Mana bu yon tomongacha bo'lgan ichkari shapkalari ham. Xo'p, hurmatli obunachilar, agar sizlar ham xonadoningizga mana shunaqa chiroyli holatda Tunukafon qilmoqchi bo'lsanglar, albatta ekrandagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilinglar. O'zimiz borib uylarni o'lchab, kvadratlarni chiqaramiz. Kelishib qoladigan bo'lsak, inshaalloh sizlarning xonadoningizda ham mana shunaqa go'zal holatda qilib Tunukafon qilib beramiz. Biz o'zimizning ishni reklama qilamiz, ya'ni ham bloger bo'lamiz, ham usta bo'lib reklama qilib joylaymiz YouTube kanaliga. Albatta biz ustalarni ham qo'llab-quvvatlab turish maqsadida videolarimizga like'larni bosib, kommentariyada
Shtoniy but yozib ketinglar deydi-yu. Shunaqa bir gaplardan yozib ketsanglar, xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Videolarimiz rekka chiqadi va boshqa hamyurtlarimiz ham biz ustalar qilgan ishda videolarni ko'rishligi mumkin bo'ladi. Xo'p, videomizni mana shu joyga yetgan yakun yasaymiz. Hurmatli obunachilar, albatta bizni Andijon Tunukafon kanalini kuzatishda davom etinglar. Biz esa sizlarga kun davomida mana shunaqa Tunukafon ishlarini, videolarini ko'rsatishda davom etamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. O'zingizlarga ehtiyot qilinglar. Rahmat hammaga.